vocabulary, lug'atga keldik. Lug'at ham bilaman ko'pchilikni og'riqli joyi. Lug'atdan ham juda ham ko'pchilik qiynaladi, aziyat chekadi, yodlay olmaydi. Xo'sh, qaranglar. Men ham xuddi sizlarning o'rnlaringda bo'lganman-da, guys. I was also in your shoes. Ya'ni sizlarning o'rnlaringda men ham bo'lganman. Xo'sh, men ham o'sha xatolarni qilganman. Ya'ni xato nima edi lug'at yodlashda? Lug'at yodlashda nima qilardim? Daftar olardim, inglizcha, o'zbekcha, inglizcha, o'zbekcha, inglizcha, o'zbekcha so'zlarni yozib daftar to'ldirib tashardim-da. Zerikarli. Hamma qatorda shunchaki inglizcha, shunchaki o'zbekcha so'z turibdi. Zerikarli. Eslab qolishga hech qanaqa menga element yo'q. Eslab qolishga hech qanaqa znak yo'q-da menga. Shunday ertalab oyim uyg'otardilar, turardim, daftarga qarardim. Yodlagim ham kelmasdi. Qarardim, bir xil zerikarli narsa. Kimdir qarab bitta ikki marta takrorlab, uxlab qolaverardim. Uxlab qolaverardim, vocabulary muammo bo'lardi. Lekin o'sha o'qituvchilarimning maslahati bilan men nima qildim? Xo'sh, men tushundimki, ingliz tilida fikrlarimni erkin yetkazib berishim uchun kamida 20 ta yoki 30 ta mavzuda o'zimning lug'at boyligim bo'lishi kerak ekan. 20-30 ta mavzuda mavzulashtirilgan. Masalan, tabiat haqida, texnologiya haqida, ish o'qish haqida, sog'lom ovqatlanish haqida, meditsina haqida. Agar men o'zimga o'sha 20 ta 30 ta mavzuda где-то 20 ta 30 ta so'zdan tashkil topgan har biriga lug'atlarni yodlab olsam, menda fikrimni to'liq yetkazib berishda hech qanaqa muammo bo'lmas ekan. Keyin men nima qildim? Topic based vocabulary ni oldim. Ya'ni topic bag'ishlangan, ya'ni oila mavzusi. O'sha kitobni ham tashlab beraman bugun. China collocations deb ataladi. O'shanda 30 ta mavzuni o'rganib chiqdim. O'rganib chiqishim qanaqa bo'lardi bolalar? Men shunchaki o'zbekcha, inglizcha qilib yodlamasdim uni. Mana qaranglar. O'rganib chiqishim oilami? Masalan, oila mavzusida aytaylik, family degan so'z bor, oila, to'g'rimi? Immediate family degani bor. Immediate family degani faqat sizni otangiz, onangiz va aka-ukalaringiz bo'ldi. Keyin extended family bor. Extended familyda o'sha amaki, tog'a, xola ham qo'shilib ketaveradi-da. Keyin aytaylik, healthy family bor. Healthy family degani urush qilmasdan yashaydigan. Keyin toxic family degani bor. Toxic family urush qilib tashlaydigan bir-biri bilan. Va men mana shu lug'atlarni hop yozdim. Masalan, healthy family, sog'lom oila deb yozdimmi? Tagidan men internetdan qidirardim-da, bitta gap ham qo'shib yozib ko'rardim. Ya'ni hozir ChatGPT ham chiqib ketdi. ChatGPT ga masalan sog'lom oilaga bitta gap tuzib ber desangiz, sizga gap tuzib beradi. O'sha gapini so'zimni tagidan yozib qo'yardim. Kichkina bloknotcham bo'lardi. O'sha bloknotchaga hali ham bor. Bloknotlarim 6 ta 7 ta menimcha. Kichkina bloknotchaga, demak, so'z inglizcha, uni o'zbekcha tarjimasi va o'zbekcha tarjimasidan keyin tagida inglizcha gap. Xuddi o'sha so'z ishlatilgan inglizcha gap. O'sha gap orqali men ikkita narsaga erishardim. Birinchisi, so'zni osonroq eslab qolardim gapni ichida kelganda. Shunchaki o'zbekcha, inglizcha emasda tagida gapi ham bor endi. Men tarjimasiga qiziqib, tarjimasi bilan eslab qolardim-da. Ikkinchidan, men o'sha so'zni kontekstda qanaqa to'g'ri ishlatishni o'rganardim. Kontekstda. Ya'ni siz o'ylaysiz, men so'zni yodladim, bo'ldi, u meniki deysiz-da. Yo'q, siz o so'zni o'zbekchasini shunchaki lug'atdan ko'rib oldingiz. Siz imini qaysi ma'noda kelayotganini hali tushunib, anglab yetmadingiz. Masalan, chidamoq so'zi ingliz tilida ikki xil tarjimasi bor. Xo'sh, bittasi endure bor, bittasi tolerate bor. Ikkalasi ham chidamoq. Lekin bittasi og'riqqa chidamoq, bittasi boshqalarning fikriga chidamoq. Ya'ni masalan sizga kimdir qarshilik qilayotgan bo'lsa, fikran o'shanga chidamoq. Bu narsalarni bilib olish uchun siz iminni qayerdandir tekshirib ko'rishingiz kerak. Men hozir ChatGPT dan tekshirib ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Ertaga siz IELTS ga borganingizda mana shu ikkita so'zni almashtirib qo'ysangiz, lug'at uchun balingiz sirrazu tushib ketib qoladi. Mana shu. Demak, meni yodlash usulim kichik bloknotimga so'zni inglizchasi, o'zbekchasi tagidan bitta inglizcha gapda ishlatilgani va bugun masalan oila haqida yodlashim kerakmi? Oila haqida 20 ta so'z yozildi. Men ertalab daftarchani oldimda chiqib ketdim maktabga yoki litseyga yoki universitetga. Qo'limda o'sha bloknotcha kichik telefondek keladi.
Yodlab ketaveraman yo'lda. Metrodaman, yo'ldaman, taksidaman, piyoda ketyapman, yodlab ketaveraman. Bekorga ham bo'sh ketaman-ku, to'g'rimi? Bo'ldi. Yodlab bordimmi ertalab svejiy ekanladi. Ana endi qaytguncha ham xuddi o'shani takrorlab kelaman. Va miyamda mixday o'rnashib qoladi mana shu narsa. Ko'pchilik o'quvchilar mana shu narsani qilmaydi, mana shu narsani qilishga dangasalik qiladi va bugun yodlagan lug'ati ertaga esdan chiqib ketaveradi. Bugun yodlaydi, ertaga esdan chiqib ketaveradi. Lekin siz ishoning, o'sha bloknot usulini qo'llab ko'ring. Bloknotcha har kuni yoningizda boryapsiz, takrorlayapsiz, qaytyapsiz, takrorlayapsiz. Bugun oila haqida, ertaga tabiat haqida, ertadan keyin mana aytaylik, meditsina haqida, undan keyin masalan ovqatlar haqida vocabulary yig'dingiz, sizga aytib o'tdim, ko'p o'zi vocabulary kerak emas. 20 ta 30 tacha mavzuda yig'ib chiqsangiz bo'ldi. Ana endi speaking, grammatika bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, grammatika qismiga yetib keldik. Speakingda 8+ olish uchun borku, siz grammatikani murakkablashtirib tashlashingiz shart emas. Dunyoni grammatikasini o'rganishingiz shart emas. Imенно 5 ta 6 ta grammatik struktura bor, o'shalarni o'zi yetadi. Masalan, o'qituvchilar darsda 12 ta zamon, 16 ta zamon, ifli gaplarni 18 xili, modal fe'llarni 20 xili, mana shular hammasini o'rgatib chiqadi-yu, to'g'rimi? O'shalarda men o'zim o'qituvchi bo'lib, speakingdan 8,5 olgan odam sifatida sizlarga aytaman. O'zim o'sha strukturalarda ishlatsam 5-6 tasini ishlataman. Va sizlarga mana shunaqa jadvalni qisqartirib beramanki, grammatikada inshaalloh siz o'sha men aytgan grammatikalarni bir oyga qolmay o'rganib olasiz va speakingda faqat o'shalardan foydalanasiz. O'shalardan foydalanib ham yuqori ball olish mumkinligini men isbotladim. Grammatika qismidan 9 qo'ygan speakingimga, grammatika qismidan. Xatosiz gapirsam bo'ldi. Men qayerdagi 18 ta 28 ta strukturalarni ishlatishim shart emas. Mana shu joyiga quloq solib turasizlar bolalar, imенно shortcut deyiladi bu. Ya'ni qisqa yo'ldan chiqish deyiladi-yu. Xuddi o'sha narsani sizlarga hozir ko'rsatib o'taman. Qarab turinglar. Xo'sh, qaranglar. Ekraningizda paydo bo'ldi. Eng kerakli grammatik strukturalardan zamonlar deyilgan. Zamonlarni o'zi 16 ta turi bor-da. 16 ta kerak emas sizga. Men qaysilari kerakligini yozib qo'ydim. Mana qaranglar. Sizga past simple bo'lsa bo'ldi, present simple bo'lsa bo'ldi, future simple bo'lsa bo'ldi. Present continuous bo'lsa bo'ldi. Nechta bo'lyapti? 4 ta bo'lyapti. 12 ta zamon emas, 4 ta zamon bilan ham speaking grammatika qismidan 9 olish mumkin ekan. Siz vaqtingizni ketkazib, miyangizga sig'dira olmay, almashtirib yurgan zamonlaringiz bo'ldi, tugadi bolalar. Mana shu 4 tani chotga o'rganinglar. Ana endi ifli gaplar kerak bo'ladimi? Da, конечно, kerak bo'ladi. Lekin ifli gaplarni men mixed, third conditionals degan joylar yoki zero conditionals degan joylari deyarli hayotda ishlatmaysiz speakingda. Siz first conditionalni o'rganib qo'ying va second conditionalni o'rganib qo'ying. Mana shuni o'zi bemalol yetadi. Meni o'zim ham kundalik hayotda ham, IELTS speakingda ham xuddi mana shundan foydalanaman, bo'ldi. Qolganiga boshim og'ridi. Masalan, mixedni o'zim ham darslarda tushuntiraman. Mixedni tushuntirishga yarim soat, 1 soatlab bitta dars ketib qoladi-da. Lekin hayotda ishlatilayotgan joyi juda ham kam. Ayniqsa speakingda deyarli ishlatilmaydi-da, tushunyapsizmi? Ana endi modal fe'llarga keldik. Modal fe'llarni ham 40-100 ta turi bor-da, to'g'rimi? 40-100 ta turini bilishingiz shart emas. Mana shu 3 ta turi bilan men grammatikadan 9 olib chiqqanman. Ya'ni can, may va should. Can qila olmoq, may bo'lishi mumkin kelajakka nisbatan va should qilishing kerak nimanidir. Bo'ldi. Shular bilan ishlatinglar, bo'ldi. Siz hammasini o'rganib chiqishingiz kerak emas. Bir-birini bularning sinonimi bor, istisno holatlari bor. O'zi siz o'rgana olmay qiynalib turgan paytingizda sizga berishaveradi, undan battar portlab motivatsiyangiz yo'qolib ketadi-da. Mana men sizga ajratib, qisqartirib beryapman. Foydalaning bemalol. Xo'sh, keyingisi relative clause. Relative clause ni ham yengilgina bilishingiz kerak. Yengilgina. Ya'ni who which that orqali ikkita gapni qanaqa bog'lash mumkin. Mana shu narsani bilsangiz, bemalol olib chiqib ketaverasiz любой joyda. Relative clause bo'yicha darsingiz bormi ustoz desanglar? Da, конечно, darsim bor. Buni ham dars oxirida sizlarga bonus qilib beraman inshaalloh. Xo'sh, va linkers, bog'lovchilar. Bog'lovchilarni endi bitta dars qilib o'tish kerak. Bitta dars due to masalan tufayli, because of, thanks to, tufayli degani
also, garchi degani, as a result, natijada degani. Mana shu kabi linkerlarni bitta dars o'tib olsanglar cho'tki qilib, demak, mana shu hozir doskada yozgan hamma mavzularimni bir oyda qolmay cho'tki qilib o'rganib olsanglar bo'ladi. Agar grammatikalar yo'q bo'lsa, grammatikalar sust bo'ladigan bo'lsa-da, speakingda hamma grammatika tiqilmaydi. Mana shularni o'zi sizga dasha eng yuqori darajani 9 olishga ham yetarli bo'lishi mumkin. Siz 0 darajada bo'lsangiz ham bu sizga asqotadi. Siz hozir speakingingiz 7 dir, 7,5 dir. Bunda ham asqotaveradi. Mana shunaqa. Grammar bo'yicha hozir darsimizni tushuntirib berdim, grammatika bo'yicha. Mana doskada bitta misol bor-da. Men bitta gapni aytmoqchiman. Agar odamlar daraxt kesishda davom etsa, ifloslanish tufayli ular o'lishi mumkin. Ya'ni odamlar daraxt kesib tashaversa, o'zlari o'lishi mumkin deyapman. Men shuni aytish uchun qanaqa grammatik strukturalar kerak? O'shani tushuntiraman, qaranglar. Demak, agar deb gap boshladimmi, ifli gap kerak. Ifli gapni first conditionalni bilsangiz yetadi bu yoqda. Ya'ni agar odamlar daraxt kesishda davom etsa, if people continue to cut trees, first conditionalda ifdan keyin present simple keladi. Present simple zamoni kerakli zamon haqiqatda. Lekin qolgan men bu yoqda 16 ta zamonni hammasini kerakli deya olmaymiz. Demak, if people continue to cut trees degani odamlar daraxt kesishda davom etsa degani ekan. Ana endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Ular ifloslanish tufayli o'lishi mumkin dedimmi? Nimadir bo'lishi mumkin degani may degani. Mana modal fe'llardan mayni bilishimiz kerak-da. Xo'sh, they may die. Ular o'lishi mumkin. Ifloslanish tufayli degani due to pollution degani. Mana shu yo'ldagi grammatikani men bundan oldingi slaydda keltirdim. Demak, bundan oldingi slayddagi grammatikamiz qisqa bo'lsa ham, shunaqa gaplarni aytib olar ekanmiz. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa. Inversiya ishlataman deb siz pauza qilib qolasiz miyangizda yoki yana qanaqadir qiyin grammatikani olib kelaman deb miyangizda pauza qilib qolasiz. Biz o'qituvchi sifatida IELTS examinerlarni treyningiga boramiz. Ya'ni imенно IELTS imtihonini oluvchilarni treyningiga boramiz. Ular nima deydi? Bizga shunaqa mashqlar qildiradi. Sen grammatikani o'ylama. Sen grammatikani o'ylab, fluencyni to'xtatib qo'yyapsan deydi. Grammatika sal soddaroq bo'lsa ham, fluencyni to'xtamay flow bilan yetkazib bera olsang, ikkalasiga ham yaxshi ball olib ketaverasan deydi. Lekin grammatikadan qanaqadir qiyin narsani ishlataman, strukturaga qo'yaman deb pauza qilsang, boyga ravon gapirish fluencying ham tushib ketadi, bu yoqdan grammatikang ham tushib ketadi degan gaplarni aytishadi bolalar. Shuning uchun men sizga eng qimmatli ma'lumotlarni aytayapman. Ma'lumotlarni yozib qolsangiz ham mayli. Xo'sh, demak katta biz grammatikani bildik. Xo'sh, pronunciationga yetib keldik. Darsimizning eng bomba joyi, yondiradigan joyi, ya'ni talaffuzni olib qo'yganman sizlarga. Meni o'zimni boshimdan o'tgan narsa haqida gapiraman. Bolalar qaranglar. Speakingim 6 bo'lganda, boy fluencyimni o'zimni yoqtirgan ingliz qahramonimni takrorlab oshirdim dedim-ku. Talaffuzimni ham xuddi shunaqa qilib oshirdim. Ya'ni talaffuzda shunaqa xatolar borki, определенный xatolar borki, ya'ni oldindan aytsa bo'ladigan xatolar borki, sizni o'sha 7+ speakingda shunday orqada tortib turibdi. Ko'pchiligimizda bor bu xatolar. Men o'qituvchi bo'lganimda ham bo'lgan o'sha xatolar endi karyeramni boshlagan paytda. Keyin imенно mana bu joyda xatolarim borligini men aniqlaganman. Va xatolarni to'g'rilagandan keyin talaffuz qismida srazu o'sha 7+ ga ko'tarilib ketib qolgan. Va men sizlarga o'sha yillab o'quvchilar xato qilib yuradigan, hattoki o'qituvchilar ham ba'zilari xato qiladigan talaffuzdagi xatolarni o'rgataman. Inshaalloh buni yozib olsangiz ham bo'ladi. Mana shu darsni yaxshilab ko'rib oling va bundan keyin talaffuzingiz chiroyli chiqadigan bo'ladi. Ketdik. Xo'sh, birinchisi th soundda, ya'ni th. Ko'pchilik z deb o'rgangan buni, z. Lekin bu umuman z emas. Inglizlar umuman buni z deb talaffuz qilmaydi. Z emas. Men bu yoqda eng yaqini d deb talaffuz qilganman, d. Lekin d emasda. Buni talaffuz qilishimiz uchun buni ham videosini dars oxirida sizlarga bonus qilib tashab beraman. Juda ham chiroyli o'rgatilgani bor. Buni talaffuz qilish uchun men bu tilimizni tepadagi tishimizga tekirishimiz kerak. Va o'shanda havo haydaladi. Va ikki xil tovush chiqarish mumkin. Jarangli, jarangsizi bor-da buni ham. Men birinchi jaranglisini o'rgataman. Va. Ana shu jaranglisi. Va mana shu jaranglisi bilan mana shu yuqoridagi so'zlarni talaffuz qilamiz. The artikli bor.
this degan so'z bor, this. Keyingisi that, that. Keyingisi these. Keyingisi those. Ana bu jaranglisida. Lekin jarangsizi ham bor-da. Jarangsizini ko'pchilik sizga aytmaydi. Jarangsizi s deb talaffuz qilinadi. S. Masalan, o'ylamoq so'zini ko'pchilik qanaqa talaffuz qiladi? O'ylamoq so'zini think deb talaffuz qiladi. Think yoki zinc deb talaffuz qiladi bir xil. Lekin bu think bo'ladi. Jarangsiz, ko'ryapsizmi? Ikkinchisi thought bo'lyapti, ko'ryapsizmi? Bo'lib talaffuz qilinyapti. Keyingisi thin. Keyingisi thick. Keyingisi thing. Ya'ni u ba'zilar aytadi sing deydi, ba'zilar zing deydi. Unaqa emas-da. Bizni eng katta qilayotgan xatoyimiz shuni imtihon oluvchiga boramizda, bo'ldi, mani talaffuzdan, pronunciationdan menga 5.5 qo'y. 5 qo'y deb shuni betiga aytgan bo'lamiz. Oddiy mana shu th sound eng ko'p ishlatiladigan. Mana shuni xato qilib o'tiramiz. Xo'sh, bularni ham examiner aytgan. Bundan keyingisi W harfini juda ham ko'p xato qilishadi. W bor-ku, o'zbek tilida mana varrak so'zi bor. Varrak deganimizda V ga biz W ga aloqasi yo'qni. V bilan W ikkita harf. W da u v deb talaffuz qilinadi. U v ni birgalikda. V. V labimiz tishimizga tegadi. V. Bunda tegmaydi. Mana qarang. Birinchi o'zbekchasiga o'qib beraman, ko'pchilik xato qiladi. Wrong deydi. Wrong. Ikkinchisini wire. Uchinchisini wing deydi. To'rtinchisini wind deydi. Beshinchisini vay deydi. Mana bu lab tishiga tegadi, tegmaslik kerak. Mana qarang. Wrong. Wire. Wing. Keyingisi wind. U v deb talaffuz qilyapman. Labimni tishimga tekirganim yo'q. Keyingisi oxirgisi why. Ko'pchilik mana shunda xato qiladi. Masalan, welcome so'zi bor. Welcome degan qayerda-yu, welcome degan qayerda. Ko'ryapsizmi farqini? Lekin ko'pchilik mana shuni farqiga bormay xatoni quvuradi va examiner bitada chopadi shu talaffuzda. Undan keyingisi ko'pchilik o'zbeklarda qilinadigan xato. Ya'ni books deydi. Men birinchi so'z turibdi-yu, books. Books emas bu, books. Birinchi bo'g'inga urg'uni qo'yish kerak. Ikkinchisi apples deydi. Apples emas bu, apples. Birinchi bo'g'inga urg'u qo'yiladi. Keyingisi candles yoki flores, shoppers. Juda ham xunuk eshitiladi-da. Sizda shu xato bo'lsa, sirazu to'g'rilab oling. Candles, floors, shops. Ya'ni birinchi bo'g'inga urg'uni qo'yasiz, s ni shunchaki nomiga qo'shib qo'yasiz. Bo'lmasa juda ham xunuk bo'lib qoladi. Books, shoppers, apples. Tushundingizmi? Mana shu xatoni ham ko'pchilik bilmay yuradi. Xo'p, ana endi keyingi xatolarga o'tadigan bo'lsam, sizlar bilan keyingisi id qo'shish bo'yicha. O'tgan zamon fe'llariga idni juda ham qo'pol qo'shishadi. Masalan, men bu yerda open so'zini misol keltirganman. Open it deb talaffuz qilishadi. Open it emas u, opened. Ya'ni siz dni shunchaki qo'shib qo'yasiz birinchi so'zga, idga urg'u bermang. Ikkinchisi closed, closet emas. Uchinchisi talked deb talaffuz qilinadi. Talked deb talaffuz qilinmaydi, talaffuz qilishadi. Talked emas, talked. Ya'ni birinchi bo'g'inga urg'u id nomiga qo'shamiz. Keyingisi walked, keyingisi looked, keyingisi crashed, keyingisi called, keyingisi chopped. Ko'ryapsizlar? Hammasiga men chopped, called, crashed demayman. Mana shu ham eng katta xatolardan. Buni ham bilib qo'yinglar bolalar. Speaking talaffuzinglarni sirraz oshirib berayotgan narsa bu ham. Agar siz mana shularda xato qilib yurgan bo'lsangiz. Xo'sh, lekin bitta исключение holati bor, ya'ni istisno holati bor. Agar so'z oxiri t bilan tugasa, bu holatda idni urg'u bilan talaffuz qilishingiz kerak. Masalan, want, xohlamoqqa wanted deb talaffuz qilasiz. Yoki painted yoki collected. Ya'ni idga urg'u t bilan tugagan so'zlarga qo'shilishi kerak. Shuni ham eslab qolinglar. Va oxirgisi talaffuzda silent letters bor. Silent letters degani o'qilmaydigan harflar. Ko'pchilik bor-ku, masalan oddiy walk so'zini
Volk deb o'qib yuradida. Volk u bo'ri degani bolalar. L o'qilmaydi bu yoqda. Walk. Keyingisi talk. L o'qilmayapti. A bo'lsa o'ga o'zgarib ketyapti. Talk. Keyingisi should emas, should. Keyingisi could emas, could. Keyingisi would emas, would. Keyingisi half. Half emasda, mana shunaqa. Keyingilarida masalan T o'qilmaydi. Basketball, football, often, listen, castle, whistle. Mana shunaqa. Xo'sh, xuddi shu talaffuzdagi xatolarni to'g'rilasanglar, inshaalloh talaffuzinglar ham 7 dan kam bo'lmaydi. Ko'pchilikda mana shu xatolar bor va mana shu xatolarni qilgandan keyin ekzamenlarda ham boshqa iloj qolmaydi. Men bo'ldi bunga 6 dan yuqori qo'ya olmayman yoki 5 dan yuqori qo'ya olmayman degan taassurot uyg'onadi bolalar. Xo'sh, sizlarga bermoqchi bo'lgan bilimlarim mana shulardan iborat. Bor o'zimni bilimlarimni iloji boricha qisqaroq qilib yetkazib, lekin tushunarli qilib yetkazib bermoqchi edim bolalar. Bugungi darsimiz shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi bolalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.